o'ta zo'r ekan. Aka, sifatlari qanaqa? Aka, Chidamligi qanaqa aka? Shu haqida ham bir ma'lumot beraylik. Xudo xolasa aka buni sifati o'ta zo'r. Hop. Xolasangiz mana keling, mana qarang. Ha. Qani tashlanchi? 24 soat o'ygan. Hop. Yurganiga mana qish kunida mana. Voy Ko'rdingizmi sifatini? Qurimagan narsa hali sinmayapti aka. Akalar ichida zo'r narxlarda qilib chiqarib beramiz. Oshcha mehnat qilinmaydi. Shunchaki kelishilsa, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar mana Andijon viloyatida Paxtabod, Madaniyat, Cho'mi, Paytiq, даже mana iz bosgan viloyat Zelenimoz. Ha. Magir Dayrovoylarga aka mutlaqo dastavkasi bepul ekan akalarim. Ya, ana zo'r aka. Tekkiz. Ustalar ham aka uzoqdan kelib ishlaydigan mutaxassislarni olib kelib ish qo'yishdi. Bir qator mana yuring ko'rsatib chiqariladi aka. Yangi quyilayotgan narsalar mana tovarlar. Bular bugungilar, ha bular. Bugungilar bular aka. Bugungilar. Gap yo'q. Assalomu alaykum qadrdonlarim, qadrli vatandoshlarimiz. Hozirda biz Izboskan tumani Paytiq shahridamiz qadrdonlar. Gaza blok sexiga xudo xolasa tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa sizlarga narx-navolar qanaqa bo'lyapti, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Videoda oldidan layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bomba yangiliklar bor xudo xolasa videomizga. Bobur aka, nima qilyapsiz aka? Assalomu alaykum. Mustaimiz yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi aka? Rahmat, Allohga. Shu yerda hamsizmi aka? Albatta men aka, xudo xolasa mana Andijon viloyati Izboskan tumani Paytiq shahriga tashrif buyuruvdim. Mana bir akalarim, qadrdon akalarim Gazablok sex ochgan ekan. Ha. Uka bir ko'ring. Mahsulotimiz sifati zo'r, hamma yo'q yaxshi. Zo'r ketyapti, yangi ish boshladik degani uchun keldik mana aka. Hop. Ko'rib turgan mahsulotlar aka o'ta zo'r ekan. Aka, sifatlari qanaqa? Aka, chidamligi qanaqa aka? Shu haqida ham bir ma'lumot beraylik. Xudo xolasa aka buni sifati o'ta zo'r. Xolasangiz mana keling, mana qarang. Ha. Qani tashlanchi? 24 soat o'ygan. Yurganiga mana qish kunida mana. Ko'rdingizmi sifatini? Qurimagan narsa hali sinmayapti aka. Gap yo'q. Bu qurigandan keyin beton kabi bo'lib ketadi xudo xolasa. Gap yo'q. Akalarimiz yangi ish boshlabdi. Endi avvalambor men o'zimga ham kerak edi shu narsa. Shu yerga keldim. Arzonroq qilib, dastlabkalari ichida zo'r narxlarda qilib chiqarib beramiz. Oshcha mehnat qilinmaydi. Shunchaki kelishilsa, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar mana Andijon viloyatida Paxtabod, Madaniyat, Cho'mi, Paytiq, даже mana iz bosgan viloyat Zelenimoz. Ha. Magir Dayrovoylarga aka mutlaqo dastavkasi bepul ekan akalarim. Ya, ana bo'lmasa. Qiziqarli tomoni shu ekan aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, yana ham qiziqarli tomoni, misol g'ishtdan qulayli tomoni qadrdonlar, ham ko'rib turibsizlar, kattaligi ham yutasizlar. Chidamligi ham zo'r, sinmaydi, akkuratni boradi, Bobur aka. Xudo xolasa aka, mahsulot o'ta zo'r. Mana hozir bir chekana arzor qilamiz, syomka jarayoni mana ustalar ishlayapti. Ko'rsanglar aka, chiqayotgan mahsulotlar ham yangi apparatlarda, bu sifat qarang tekkizligini o'ta zo'r aka. Tekkiz. Ustalar ham aka uzoqdan kelib ishlaydigan mutaxassislarni olib kelib ish qo'yishdi. Bir qator mana yuring ko'rsatib chiqariladi. Bu 30 ga 20 60 bo'ladi. Mana Abdumuttal akam ham shu yerda, xudo xolasa. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Akam xudo xolasa shu yerda nima deydi, ishda olib boradi endi. Ha, xudo xolasa mana shu yerda ish boshqaruvchisi, kattasi. Aka, hozirda mana chiqarayotgan mahsulotlaringizni hozir bir qator obzorini qilamiz. Ichkarida ish jarayoni ketyapti-ku. Aytishlaricha haligi nima deydi? Ha. O'ta bir yangilik qildik, Andijonda unaqa narsa yo'q deyapti. Mahsulotni ham Samarqanddan olib kelib qildirishyapti. Samarqanddan olib kelib qilishyapti aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ish jarayoni ketyapti, usta akalarimiz mana. Xo'p, ish jarayonlar ketyapti. Xo'p, qani Bismillahirrohmanirrohim. Mana aka, yangi quyilayotgan narsalar mana, tovarlar. Bular bugungilar, ha bular. Bugungilar bular aka. Bugungilar. Gap yo'q. Bu salafon yopib qo'yarkan haligi toshib ketmasligi uchun, ha? Mana bu narsani Abdumuttal aka aytdilarki, mana qarang. Mustahkam, ha. Mana shu narsa hech kimda yo'q ekan.
Ha. Shu narsani zakazga Samarqanddan olib keltirib, mahsulotga qo'shyapgan gazoblok aka. Ha. Bu narsa kamdan kam ekan. Bu Bular, ha? ishchi sifatiga, g'isht sifatiga Yorilmasligiga. qo'shiladigan narsaga yo'llamaydigan shuni qo'shsa. Bu Andijonda yo'q ekan, Samarqanddan olib kelyapgan bu narsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ishlash jarayonlarini ko'rib turibsizlar, xudo xolasa akalarimiz ish jarayonlari mana ketyapti, xudo xolasa. Mana ko'rishinglar mumkin. Hamma apparatlar yangi aka. Apparatlar yangi. Yangi qo'yilgan Endi ekan 3-4 apparatlar. kun bo'ldi ish boshlanganiga. Bugun 3-kun ekan xudo xolasa. Ha, bugun 3 3 kun kun. ekan. Aka, shunaqami? 3 kun ekan. Mana ishlash jarayonlarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Nima deydi? Mana qoliplari mahsulotlarini aytishyapti, Samarqanddan olib kelishar ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu tomonda ham ishlar bor. Mana bemalol zakaz beraverasizlar. Mana bu pudralari ham bor ekan, qarang, qarang. Qarang. Ha, bunisi pudra aka. Pudrasi ekan bu mana. Ha, bu ishiradi. Ishiradigani ishiga ashaligi nima deydi? Blokda, ishlar gazoblokda o'ta qarang, qanaqa narsalar qo'shyapti. Mana. Ha, pudrasi. Endi nima deymiz? Admutallab aka, sizni chiqarayotgan Dastavkalari mahsulotingizni mana ishimizni sifatiga javob beramiz, kafilimiz xudo xolasa deyapsiz. Haqiqatdan mana biz andijonlik akalar yo don qurayotgan akalar misol mahsulotni yetkazib chiqarib berishga xudo xolasa 1000 ta, 2000 ta, 500 ta zakazlar qabul qilaverasizlar, to'g'rimi? Bizni nomimizdan mana Mustang Uzi kanalidan oldik aka. Ishni yangi boshlabsiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishib, aka bizga 500 ta kerak. Madaniyatga, palonchi qishlog'iga desa, dastlabkilarni bepul qilib berasizmi? Dastlabkilar bepul, sizlar nominglardan kelsa bepul yetkazib beramiz. Biz nomimizdan chiqsa albatta akalar, xudo xolasa mana Mustang'imizdan oldim deb Admutallab akamga aloqaga chiqsanglar, albatta misol atrofdan gazoblokdan yangi ish boshlagan hisobiga jicha arzonroq qilib beradi akalar. Dastlabkasini ham bepul qilib beradi. Aka, mana g'ishtlarda, gazobloklarda bir dona narxi necha pul aka? Necha puldan chiqaryapsiz? Bu gazobloklarimizni mahsulotini yaxshilash sifatida mustahkam bo'lish uchun biz qo'shimcha narsalar qo'shib qo'yganmiz ichiga, g'isht yorilib ketmasligi uchun. Bu g'ishtlarni ishlatgan odam maza qilib ishlatsin, sifatli bo'lsin, uzoqqa borsin. Nisbatan yangiliklar qilgansiz. Nisbatan yangilik qilganmiz. Bu yerda misol mana Andijonda bo'layotgan misol Andijonda ko'p gazobloklar qo'shilayotgan holatda sizlarda vohalardan olib keltirib, yo'q narsalarni qo'shib, bir yangiliklar kiritgansizlar. To'g'rimi aka? Xo'p. Aka, 17 ming so'mdan deyapsiz, bitta gazoblokni bittasini. Misoli mana shu Andijon viloyatidan, Qarshi tumanidan chiqishdan qat'iy nazar, mana shu atrofda mana Paytaxt shahrida turibmiz. Sizga aka dastavkasini ichida qilib berasiz deyapsiz, to'g'rimi? Shuni aka, men mana bizni Mustang Uzi kanalidan obunachilardan chiqib, aka shuni 15 mingdan bering desa berasizmi? Qani? Sizlar nominglardan kelsa 16 ming qilib beraylik, dastavkasini ichida qilib beraylik. Aka 15 ming so'mdan qilib berasiz, gazoblokni narxini dastavkasi ichida qilib berasiz. Bizni nomimizdan chiqsa. Siz nomingizdan chiqsa 15,5 qilib beramiz, dastavkasini ichida qilib beramiz. Akalar, eshityapsizlar, mana sizlar uchun men tortishyapman, harakat qilyapman. Xudo xolasa, akamiz ham o'zini hisob kitobi bor. Aka bizni kanaldan chiqsa 15,5 dan dastavkasi ichida ish sifatiga javob berasiz, yo'l kira hamma yo'g'i sizdan qilib berasiz aka. Bo'ldi gapi. baraka. Akalar, xudo xolasa mana shu yerda Andijon viloyati Izboskan tumani Paytaxt shahrida keldik, gazobloklarni polniy o'rgandik, syomka qildik, obzor qildik. Bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib ko'rasizlar xudo xolasa. Akalar, mana aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib 15,500 so'mdan xudo xolasa qilib beradi, dastavkasi ichida. Dastavkalarimiz qayerga aka? Qayerga bepul. Shuni ham bir qator akalarimizga aytib o'tib ketasiz. Izboskan tumani ichiga, Paxtabod, Chuvoma, Zelinamoz, Paytaxt shahri ichiga, Magir, Janobod, bu yog'i Dayravoy. Dastavkasi ichida qilib beramiz. Aka yana bitta pribel qo'shib berasiz. Bu yog'i klinikaga do'l. Bo'laverami aka? Bo'laveradi aka. Gap yo'q aka. Akalar, xudo xolasa mana aloqaga chiqasizlar, ekranda raqamlar qoldiramiz. Admutallab akam o'zi chiroyli qilib, rasam manzil tushunmasanglar, lokatsiyalarni tashlab beradi. Telegram, WhatsApplari bor. Ekranda raqamlar qoldirib qo'ysangiz, aloqa etsanglar o'zi chiroyli qilib
tushuntirib beradi manzillarni.